Dunyoni orqasidan hammamiz yuriyapmiz. Ertayu kech hayotimni o'g'nasam, sharoitimni o'g'nasam, ovora bo'lmay, bu dunyodan jannat topolmaysiz. Bu dunyo balo dunyosi, musibat dunyosi, fitna dunyosi. Alloh taolo Qur'oni Karimda astag'firu billah, laqad xalaqnal insana fi kabad. Men insonni qiyinchilik ichiga yaratib qo'yganman. Uyingizdan ham boshqa bir bu dunyodan jannatni topolmaysiz. Bu dunyoda jannat yo'q. Odamlar o'ylovdiki, bir vaqtlar otda yuradi, mashina ixtiro qilinsa hamma yoq zo'r bo'lib ketadi. Ana mashina ham ixtiro qilindi. Hayotimiz jannat bo'lib ketdimi? Yo'q, yana muammo tugaydi. Endi mashina sekin yuryapti, osmonda uchadigan samolyot bo'lsa, o'shanda hamma yoq zo'r bo'lib ketadi. Samolyot ham chiqdi. Nima bo'ldi? Yana muammo, yana bosh og'riq, hamma o'sha tashvish. Endi samolyotdan 5-6 soatda uchar ekan. Endi bunaqa telefon ixtiro bo'lsa, bitta esiz bitta sekundni yarmida nari dunyoga yetib boradi xat xabaringiz. O'shanda endi hamma yoq yaxshi bo'lib ketadi deyilmi? Telefon ham bo'ldi. Yaxshi bo'lib ketdim. Hayotimiz zo'r bo'lib ketdi. Mashaqqatlari, qiyinchiliklar tugadimi? Tugamadi. Ko'payapti, tugamayapti. Walal akhiratu khayrun va abqa. Xudo bekorga aytmagan. Oxirat yaxshiroq va boqiyroq, uzoqroq, boqiyroq, abadiy, nihoyasi yo'q.